Uboda ibn Somit radhiyallohu anhu rivoyat qilingan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilar: Al-jannatu mi'atu darajatin. Ma bayna kulli darajatayn masiratun mi'ati 'amin. Wa qala Affan kama bayna as-sama'i ila al-ard wal firdausu a'laha darajatan. Wa minha takhruju al-anharu al-arba'a wal 'arshu min fawqiha fa idza sa'altumullahu tabaraka wa ta'ala fas'aluhu al-firdaus. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilingan hadisda keltiriladiki, jannat 100 darajadir. Jannatning o'zi 100 daraja deydilar Rasululloh. Har ikki daraja orasi 100 yillik yo'ldir. Har darajaning orasi 100 yillik yo'l. Affon esa aytadilarki, osmon bilan yer orasichalik deganlar. Ya'ni har bir darajaning masofasi, jannatdagi darajaning masofasi osmon bilan yerning qanchalik uzoq, shuncha masofa deydilar. Firdavs deydilar, jannatning eng oliy darajasidir. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilinyaptiki, Firdavs jannatning eng oliy darajalar jannatlardan biri deydilar. Jannatning 4 ta anhori undan chiqadi va uning ustida arsh bor deydilar. Allohning maxluqi. Arsh Firdavsning ustida, anhorlarning ustida deydi Rasul. Agar Alloh tabaraka va taolodan jannatni so'rasangiz, Firdavsni so'rang deydilar. Qarang. Banda ummatga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xitob qilib aytibdilarki, hamma jannatga kirishni xohlaydi. Jannatiy bo'lishlikni hammamiz erkak va ayol xohlaymiz. Butun bashariyat, boshqa din vakillari ham xohlaydi. Lekin u jannatga kirishlik uchun Alloh va Rasuli qaytargan qaytariqlarga amal qilishlik kerak. Alloh buyurganlarga itoat qilishlik kerak. Va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam butun ummatlarga aytibdilarki, agar jannatni Allohdan so'ramoqchi bo'lsangizlar, Firdavs jannatini so'ranglar. U jannatdagi eng oliy jannat deydilar.